YouTube kanali a'zolari, demak, samolyot Rimdan Toshkentga uchyapti. Tak, 14:00 uchyapti, 19:40 qo'nyapti. Samolyot havoda qancha vaqt uchganini topish uchun biz qaysi amallarni bajarishimiz kerak? Birinchi o'rinda soat mintaqalarni ayiraveramiz. 4 dan ayiramiz 1da, demak 3 qoladi. Ikkinchi ishimiz esa o'sha Rimdan uchganligi uchun Rimga mana 14:00 ga 3 soat vaqt farqi bor ekan, mintaqa vaqti bilan 3 qo'shadigan bo'lsak 17:00. Nima uchun 3 qo'shyapmiz? Chunki samolyotimiz sharq tomonga qarab uchyapti. Agar g'arbga qarab uchganda ayirar edik. Demak 17:00. Demak Rimda samolyot 14:00 uchgan paytda Toshkentda soat 17:00 edi. Endi qo'ngan vaqti qancha edi? Qo'ngan vaqt 19:40 edi. 19:40 dan 17:00 da ayiradigan bo'lsak 02:40 bo'ladi. Demak, samolyot Rimdan Toshkentga borish uchun havoda 2 soat 40 daqiqa uchgan. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizni tanishlarga ulashib qo'ying, like bosishni unutmang. Sog' bo'ling.